Darvozalarimiz xudo xolasi tayyor bo'ldi. Ana ortish jarayoni nima deyapti? O'rtog'imiz oxir bo'lsa ham bilaman. Mana gap yo'q mana. O'tdi. Mashina nima deyapti o'sha mashina? To'g'ri ana lekin. Mana amallab tashqariga olib chiqib oldi, o'zi ham tonna keladimi deyman bu darvoza. Mana bir tabaqasini ortdi. Ikkinchi tabaqasi xudo xolasi olib chiqamiz. Xolasi. Darvozalarni ortib olamiz. Aşağı qo'yib yuboramiz. Nimadir? Nimadir qo'yib yuborish kerakmidi? Qani? Yo, bismillah. Ketdi, qo'yga ehtiyot bo'ling. Bo'ldi, nimadir qo'yish kerak. Qani, bundan solib chiqma. Mana, ajoyib. Mana xudo xolasa. Kalikkalarning orti bo'ldi. Cho'nnoy sepib olib ketamiz. Yo'qda kelib belovoyni sepamiz xudo xolasa. Tepada simga tegmasin, ani o'tarmagan. Xudo xolasa kamerasimi? Bu, zo'r. O'tdi. Darvozamisan, darvoza bo'ldi o'zi ham. Xudo xolasa. Chiroyli qilib berdim. Mana bizning darvozalarimizni bitib, ortib, xudo xolasa stanovkaga ketishyapti. Hamidboy. Bo'ldimi? Stanovka kelganmi? Xudo xolasa. Qotib ustamiz, borib xudo xolasa bugun joylab kelsa, maralzaniki deydi-ku. Shunaqa darvoza xizmatlari kerak bo'lsa, murojaat qilasizlar. Xohlagan razmerda, xohlagan stilida chiroyli qilib yasaveramiz.